7 dars. Mehribon va rahimli. Alloh insonni bunday go'zal vujud talablari bilan yaratish bilan bir qatorda bu borlikni, shu talablarni qondirish uchun makon qilib qo'ydi. Qur'oni Karimda aytiladiki, u zot sizlar uchun yerni qarorgoh, osmonni tom qilib kuydi va osmondan suv tushirib, uning yordamida sizlarga rizq bo'lsin deb mevalar chiqardi. Bas, bilib turib o'zgalarni Allohga tenglashtirmang. Baqara 22 oyat. Oyatlaridan ko'rinib turibdiki, bu olam inson yashashi uchun makon bo'lib, unda inson vujudi talab qilgan barcha narsa muhayyo qilingandir. Lekin inson aql yurgizmasa, bu dunyoda faqat moddiy va ma'naviy talablarni qondirishgina chiroyli ko'rinadi. Qur'oni Karimda aytiladiki, odamlarga ayollar, bolalar, tuganmas oltin kumush boyliklar, qimmat baholi otlar, chorva va ekin-tikinlar kabi istak xohishlarga ko'ngil kuyish chiroyli qilindi. Holbuki bu narsalar hayoti dunyoning o'tkinchi narsalaridir. Allohning huzurida esa eng go'zal qaytadigan joy jannat bordir. Ya'ni o'tkinchi narsalarga ko'ngil bermay, haqiqiy go'zallikni sevmoq, unga intilmoq lozim. Oli Imron 19-oyat. Bu yerda bir muhim masalaga e'tibor berish lozim. Ko'p insonlar o'zlarini asosiy harakatlari moddiy va ma'naviy talablarni qondirishlikdan iborat bo'lgan holida, qiynalish o'rniga Alloh ham harakatga barakat degan deb o'zlarini ovuntiradilar. Harakatga barakatligini hech kim inkor qilmaydi. Lekin bu yerda harakatni barakatiga emas, balki natijasiga e'tibor berish lozim. Qur'oni Karimda aytiladiki, kim o'z amali bilan oxirat ekinini, ya'ni savobini istar ekan, biz unga ekinini, ning hosilini mulziyoda qilurmiz. Kim dunyo ekinini istar ekan, biz unga o'shandan, dunyo matolaridan berurmiz va uning uchun oxiratda biron nasiba bo'lmas. Shuro 20-oyat. Modomiki shunday ekan, har bir inson avvalo o'zi qilayotgan harakatning natijasi bilan qiziqishi lozim. Shuning uchun o'z vujud talablarini to'g'ri qondirishlikni istagan har bir shaxs o'zini ruhiy talablarini moddiy va ma'naviy talablardan ajratib olish uchun atrofimizni o'rab turgan voqelik haqida to'g'ri tasavvurga ega bo'lish kerak. Atrofimizni o'rab turgan voqea inson his kelishiga ko'ra 3 turga bo'linadi. Birinchi tur voqea atrofimizni o'rab turgan moddiy narsalar bo'lib o'zi maxsus voqea deb ataladi. Masalan, yer, osmon, oltin, kumush va hokazo. Ikkinchi tur voqea biz ayni o'zini emas, balki uni borligiga dalolat qiluvchi ta'sirini his qiladigan voqelik bo'lib, ta'siri maxsus voqea deb ataladi. Masalan, insoniy vujud talablari kabidir. Siz o'z farzandingizni yaxshi ko'rasiz, lekin sizni bunga undayotgan ma'naviy talabingizni his qila olmaysiz. Siz uni faqat sizga o'tkazayotgan ta'sirni his qilasiz xolos. Uchinchi tur voqea g'ayb voqea bo'lib, inson uni o'zini ham, ta'sirini ham his qila olmaydi. Lekin bu voqeliklar haqida ishonchli manba orqali xabar berilgan. Masalan, jannat, do'zax, farishtalar haqida Qur'oni Karimda xabar berilgan. Keyingi mavzularda bu 3 turdagi voqea haqida batafsil suhbatlashamiz. Endi asosiy mavzuga qaytsak. Inson fikrlar ekan, albatta, mana shu 3 turdagi voqeliklarni biri haqida fikr yuritadi. Voqelik bo'lmasa, fikrlash mumkin bo'lgan narsani o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun voqea ham miya, sezgi a'zolari va vujud talablari kabi fikrlashlik hosil bo'lishi uchun zarurdir.